Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Tinchmisizlar? Omonmisizlar? Yuribsizlarmi? Charchashlaringiz yo'qmi? Inshaalloh. Duolar qilib turibsizlarmi? Meni nimaga endi obunachilarim kamayib ketyapti desam, nimaga obunachilarim kamayib desam, kamdan kam video qilyapti, keyin qiziqarli bo'lmagani uchun chiqib ketib qolyapsizlar shekilli. Nimaga anaqa nima deydi? Nimaga anaqa kamdan kam video qo'yapti desanglar, biznikida ustalar ishlayapti desanglar, devor urildi, tom yopildi, xudo xolasa tom yopamiz, yana yong'in chachin bo'lib, mana ustalar ham yopishga vaqt bo'lmay qolyapti. Men necha video qilib chiqib qo'yay dedim, inshaalloh qo'limizdan kelyapti. Kelib turgan Qurbon hayitlar muborak bo'lsin. Shu invalid inson bo'lsak ham, mana shu inshaalloh qo'limizdan kelgancha bular ustalarga yordam berib, mana elektronik kalaskada shu xizmatlar qilib, xudo xolasa nima qilsak, xizmatlarga borib kelyapman. Bunday aytganda xizmatlarga borib kelyapmiz. Inshaalloh. Mana imkoniyatimiz cheklangan bo'lsa ham biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz inshaalloh. Xizmatlar bo'lsa hamisha tayyormiz. Xudo xolasa Qurbon hayitlarida ham, shu hayit namozlarida ham syomkalar qilishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha shu o'zimizga o'xshagan imkoniyat cheklangan insonlarga ham yordam berishga doimo tayyormiz. Aloqaga chiqinglar. Obunachilar, inshaalloh biz hamisha sizlar bilan birgamiz. Biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz. Inshaalloh.